Men Ro'ziyev Odiljon, ADM Jizzax korxonasida xarid qilish va ta'minot tizimi boshqarmasida xarid qilish bo'yicha muhandis bo'lib ishlayman. Men sizlarga ta'minot tizimi bo'limi haqida gapirib bermoqchiman. Ular materiallarni nazorat qilish bo'limi, butlovchi qismlarni ishlab chiqarish rejasiga asosan buyurtma qilish, ularni o'z vaqtida yetib kelishini ta'minlash va nazorat qilish bo'yicha shug'ullanadi. Materiallarni saqlash bo'linmasi buyurtma asosida yetib kelgan butlovchi qismlarni maxsus texnikalarda qabul qilish va saqlash bilan shug'ullanadi. Materiallarni ta'minlash bo'linmasi butlovchi qismlarni maxsus aravalarda ishlab chiqarish liniyasiga ta'minlash bilan shug'ullanadi. Hamda yordamchi materiallar nazorati bo'linmasi mavjud bo'lib, korxona ehtiyoji uchun va ishlab chiqarish liniyasiga zarur bo'lgan mahsulotlar, asbob anjomlar hamda kerakli jihozlarni nazorat qilish va ta'minlash bo'yicha shug'ullanadi. Bundan tashqari, ta'minot tizimi bo'limiga tegishli 3 turdagi omborlar mavjud bo'lib, ular butlovchi qismlarni saqlash ombori, yordamchi materiallarni saqlash ombori va kimyoviy mahsulotlarni saqlash omboridir. Bizning asosiy maqsadimiz korxonaning uzluksiz ishlashini ta'minlash va xarajatlarni samarali boshqarishga qaratilgan. Bunda materiallarni o'z vaqtida yetkazib berish, xarajatlarni optimallashtirish, zaxiralarni boshqarish va xavfsiz zaxira shakllantirishdir. ADM Jizzaxda ta'minot tizimi bo'limi bu shunchaki bo'lim emas, balki xaridorlar ehtiyojini uzluksiz ta'minlash bo'limidir.